Barchaga assalomu alaykum. Andijon viloyati Asaka tumani Farg'ona mahallasida joylashgan Mirzo Sharif masjidida qurilish remont ishlari davom etyapti. Hozirgi holati mana shu darajaga keldi. Juda go'zal holatda. Xudo xolasa mana bugun bariyerchi ustalarimiz kelib ishni boshlashdi. Aytib o'tganimizdek. Mana inshaalloh ishlar boshlandi. Barcha ehson qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa mana shu katta kandillarni ham bir akamiz olib beradigan bo'ldi. Yana ikkita bu tomonga, ikkita bu tomonga kerak. Bariyer uchun materiallar ham kerak. Hozircha 10 million so'm bilan boshlandi ishlar. Yana 28 million, 30 million pul kerak bo'ladi. Ehson qilmoqchi bo'lgan birodarlar bo'lsa, pastda karta raqamlarni yozib qoldiramiz. Bemalol ehson qilishingiz mumkin. Juda go'zal holatda mana.